Murojaatlarni o'rganish, mavjud muammo hamda masalalarga vaqtida yechim topish muhim va asosiy masalalardan sanaladi. Shu maqsadda turli tashkilot va korxonalar tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarning yozma hamda onlayn murojaatlari yaqindan o'rganilib, ularni hal etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Muxbirimizning hozirgi lavhasida Muborak magistral gaz quvurlari boshqarmasi tomonidan ushbu mavzuda o'tkazilgan seminar tafsilotlari xususida so'z boradi. Kitob tumanida tashkil etilgan mazkur seminarda magistral gaz quvurlari tizimida faoliyat olib borayotgan huquqshunoslar, sohada bir necha yillardan buyon ishlab kelayotgan tajribali hamda malakali xodimlar, yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari bilan ishlovchi mutaxassislar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Unda so'z olganlar har bir murojaat alohida e'tiborga olinishi, buning zamirida albatta inson manfaatlarini ta'minlashdek ustuvor qadriyat mujassam ekani, ushbu muhim vazifa davlatimiz rahbari siyosatining asosiy masalasi ekanini ta'kidlandi. Tashkilotimizga ko'plab fuqarolardan har xil turli masalalardagi murojaatlar kelib tushadi. Xususan yuridik shaxslar, jismoniy shaxslar tomonidan murojaat kelib tushadi. Biz bu murojaatlarni o'rnatilgan tartibda qonun hujjatlari asosida ko'rib chiqib, o'rnatilgan muddatlarda javob xatlarini taqdim etib boramiz. Mana bugun ham seminar doirasida O'zbekiston Respublikasi 445-qonuni bo'yicha tushuntirishlar, qo'shimcha ma'lumotlar berilmoqda. Ushbu ma'lumotlar asosida biz yuzaga kelgan savollarimizga javoblar olib, bilimlarimizni oshirib bormoqdamiz va bularni kelajakda borib murojaatlar bilan ishlash bo'yicha faoliyatimiz doirasida qo'llashga harakat qilamiz. Bugungi seminar yig'ilishimizda takroriy murojaatlar, dublikat murojaatlarning farqi, murojaatlarda vakolatiga kirmaydigan masalalarda qonunda qanday ko'rsatilgan bo'yicha tushuntirishlar berib o'tyapmiz. Masalan, ko'p hollarda bo'ladi, O'ztransgaz yoki hudud gaz ta'minot tashkilotlariga murojaatlar gaz bosimi yoki suyultirilgan gaz masalalarida murojaatlar kelib tushadi. Bu murojaatlar hudud gaz ta'minotiga tegishli bo'lib, Transgaz tomonidan bu murojaatlar ko'rib chiqilmaydi. O'shani biz tushuntirish beryapmizki, murojaatlar to'g'risidagi qonunda 5 kunlik muddatda tegishli tashkilotga yuborish va murojaatga yechim topish bo'yicha yig'ilishimizda muhokama, munozara qilib o'tdik. Seminarda aholi tomonidan kelib tushgan murojaatlar doimiy e'tiborda bo'lishi, vaqtida ro'yxatga olinishi hamda davlat organi, tashkilot rahbariga kiritilishi, 15 kun ichida qo'shimcha hujjatlarni so'rab olish talab etilganda esa 1 oy muddat ichida ko'rib chiqilishi yuzasidan muhim ma'lumotlar berildi. Ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun tekshiruv o'tkazish, ushbu murojaatlarning albatta asosli hamda o'rinli bo'lishi, turli vajlarning bahona sifatida ko'rsatilmasligi, umuman olganda xolis hamda adolatli, shaffof o'rganish lozimligi aytildi. O'z navbatida gaz tizimida ham kelib tushayotgan murojaatlar, mazkur sohada faoliyat olib borayotgan xodimlarning muammo hamda masalalari qonuniy yechim topishi kerakligi tushuntirildi. Bizlarning ham tashkilotimizga ko'p murojaatlar bo'ladi. Shu murojaatlarni o'rganib chiqib, kerakli tashkilotlarga yuboramiz, ularga javob xatlarini jo'natamiz. Hozir bu seminardan olgan taassurotlarimiz juda katta. Umuman olganda o'zlarimizga kerak bo'lgan savollarga javoblarni olyapmiz. Yakunda ishtirokchilarning savollariga javoblar olinib, kelgusidagi muhim va asosiy vazifalar belgilab olindi.